Hammaga salom, sizlar bilan birgalikda men Nurik. Bugungi videomda WireGuard VPN'ni to'g'ri o'tkazib, to'g'ri ishlatishni o'rgataman. Videomiz boshlanmasidan oldin esa kanalimga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. Play Marketga kiramiz va qidiruvga WireGuard deb qidiruv beramiz va o'rnatib olamiz. WireGuardni o'rnatib oldik. Endi esa bizga yana bitta ilova, ya'ni Zarchiver ilovasi kerak bo'ladi. Men o'rnatib olganman, sizlar ham o'rnatasizlar va qolganini videoda ko'rsatilgandek qilib bajarasiz. Keyingi qiladigan ishimiz shu videoni kommentariyasiga kirasizlar va Telegram kanalimiz silkasini qo'yib qo'yaman. Shuni ustiga bitta bosib kirasizlar va mana original Telegram kanalim. Mana endi ochilgan bitta obunachi Telegram kanalimga obuna bo'lasizlar va Extra VPN degan VPN fayli turibdi. Shuni 3 nuqtaga bosib yuklab olasizlar va bo'ldi. WireGuardga kiramiz. Plusga bosamiz. Import from file or archive ga bosamiz. Va tepadagi ilovalardan Zarchiverni topib olamiz. Zarchiverga kiramiz va bu yerdan downloadga bosamiz. Downloaddan Telegramga bosamiz. Telegramdan boyiga skachat qilib olgan VPN faylimizni topamiz. Pastroqqa tushirsangiz chiqadi. Mana Extra VPN. Shuni ustiga bir marta bosamiz va tayyor VPN. Ustiga bir marta bosasizlar, VPN yoqildi. Juda ham oson. Endi bemalol o'rtog'inglar Telegramga olib kirib, kallasidan mashq qilsanglar ham bo'laveradi. Shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rgan odamlarga kattakon rahmat. Kanalimga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. Hammaga xayr, sog' bo'linglar.